bo'yicha juda ham sovuq, yomg'irli havo. Instagram tutib o'tirsam, turklarni xuddi shunaqangi danari chiqib qoldi. Men ham tayyorlab ko'rdim. Mazasi shunaqa ham zo'r chiqarkan, turklar ham biladi-da nimani yeyishni. Siz bitta shu retsept asosida tayyorlab ko'ring, aniq sevib qolasiz. To'ralgan tovuq go'shtimizni ustiga har xil ziravorlar, tomat, o'simlik yog'i yoki olivka yog'i, qatiqni solib yaxshilab aralashtiramiz. Xohlasangiz tovada yaxshilab qovurib oling, xohlasangiz duxovkada pishirib oling, umuman farqi yo'q. Sifatli mazali saryog'imizni yaxshilab eritamiz, ustidan tomatni solib qovuramiz, tuz namagini roslab, suv solib qaynatib qo'yamiz. Ichiga surish uchun eng mazali mayonezli sosini tayyorlab bir chekkaga olib qo'yamiz. Bunaqangi mazali donar uchun eng mazali lavashni tanlaymiz. Latesto firmasining lavashlarini olib katta qilib ochib olamiz. Lavashni hamma yog'iga avval tomatli sos, o'rtasiga bo'lsa mayonezli sosni, tovuq va chipslarni solib, xuddi videoda ko'rsatilgandek o'rab olamiz. Yana ham sochli bo'lish uchun oralariga ham tomat survorsangiz bo'ladi. Qizigan tovamizga yog' solamiz va lavashimizni qo'yib, ustidan ham tomatlarni surib, ikki yuzini qizartirib pishirib olamiz. Shuni aniq ayta olamanki, bu oddiy lavashga umuman o'xshamaydi. Mazasi juda ham zo'r bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring.